Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, jonlarim, qanaqasizlar, shakarlarim, yaxshidanmi? Bu suri bilan charchamayapsizlarmi? Quruqlar suv tishni konditsioneri tagida o'tirmiz, assalim. Abdi qursin. Nima gaplar, yaxshimisizlar? Bitta kelin bor ekanda, ana qaynonasi bilan urushar ekanda, qaynonasi ishga tushing, mayli ishlay qoling bolam desa, ishga tushib ketibdi-da. Eri ham ulug'roq ekanda, ozgina. Bolalarini qaynonasiga tashlab, qaynonasi hol chochuv bo'lganda, ovqatni ham qaynonasi qilarkan, ish to'g'rilarni ham bolalarni ham cho'miltarkan, u kelin pashi kelarkanlarda faqat uyga kirib telefonlarni tutib yotarkanlar, oyoqlarini o'rnaqa podrashka qilib, olmalarni g'ajib, shoptollarni yeb yotarkanlar. Shu insofdanmi? Men aytdim, o'zingiz ahmoq ekansizda, xola dedim, bekor dedim, ishga tushiribsiz dedim. Bir videoyimda aytib chiquvdim-ku, ishga tushsin, kelinlar maza qilib ishlaydi dedim-ku. Atak bo'lmas ekan, qo'liga pul tushganda ekan, odam bo'lmas ekan bu kelinlar. Shuning uchun uyda o'tirib qolaylik kelinlar, assalim. Yani xafa bo'lmanglar-yu. Hamma kelin emas, ba'zi birlari bor-da, ba'zi bir iflos kelinlar bor-da, xudoni bir balosi. Lekin hali bola chaqasidan qaytadi. 3 ta kelin oladi, och biqiniga tepadi, hali xudo xolisa. Battar bo'lasi kelin, Alloh xolisa. Ko'ramiz-yu. Ko'p biza ko'rmaymiz-yu. Shu ko'rishadi-da baribirga. Bu dunyo qayta qaynonani qozi qanaqa xor qilayotgan bo'lsa, kelinlar ham 3 ta kelin keladi. 3 ta o'g'ilga 3 ta kelin keladi. Voy, shunaqa och biqiniga tepadi. Oter, qarang bolalarga. Qarang, cho'miltiring, ovqatlarini bering deydi. Sizni kelinlaringiz oyoqlarini chalkashtirib, "Yo, talang jonimdan aylansin. Chortmanmi sizga, qiling o'zingiz kerak bo'lsa" deydi. Inshaalloh. Abdingiz qursin, abdingiz go'rda chirik qon yig'laysiz. Voy, men qaynonamga nima qilgan edim? Allohim, qaysi qilgan gunohlarim uchun menga shuni berdi xudo deganingizda o'sha tasagingizda acha deb tishlaymadinganda po'zna bo'ladi. Ana aytadi-yu, postli pojar deydi-yu, poyezd proshol bo'ladi, ketib bo'lgan bo'ladi o'shaning uchun. Shuning uchun men aytaman-da, hamma kelinlar emas, ba'zi birlarida, ba'zi bir kelinlar bor, rasa iflos. Bitta ishqa men telefon bilan ovora bo'lib, qaynonasiga berib qo'yapti. Bu er lo'q bo'lgandek ekan. Er urushmasa, qattiq gapirib, nima xo'p, xotin, xo'p, jonim, xo'p, nima sen aytganing qilamiz. Qana biz borsizda, shunaqa bolalarni ham, kelinlarni ham. Asabim buzilib ketadi. Shu narsalarni eshitsam, insof bersin, hammasiga insof bersin. Yani ishdan charchab kelarkanlar-da, yana keyin, "Yo, men birpas ko'chalarni aylanib kelyapman, yomon charchadim" derkan. Bu yerda qaynona xorchoqchi bo'lib 3 ta o'g'ilni navaraga qarab, cho'mildirib, ovqatini basini qildirib olib o'tirar ekan. Nima, qanaqa qatdan chiqqan zaku bu eting? Gapim to'g'rimi? Kommentariyada yozinglar. Betingizdan buzasin, kelin bo'lgan qoningiz og'zingizdan